eng yaqin ikki dugona qanday bo'ladi? Ularda bo'yi hech qachon bir xil bo'lmaydi. Bittasiniki past, bittasiniki baland bo'ladi. Ularda bir-biridan farqi shundaki, bittasi sho'x bo'ladi, hamma bilan chiqishib ketadi va hamma bilan yuradi. Ikkinchisi o'zi hech kim bilan gaplashmaydi, hech kim bilan chiqishmaydi, odamovi bo'ladi. Va shuning uchun o'sha dugonasi doim rashk qilib yuradi. Lekin ikkalasi ham bir-biriga savdo bo'ladi. Ular o'g'il bolalar aytmagan so'kishlar bilan bir-birlarini so'kadi. Lekin shuncha narsa bo'lib ketsa ham, ular hech qachon bir-birlaridan arazlamaydilar. Agar bittasi bor bolasiga mana o'sha dugonam urdi desa, uni hech qachon ota-onasi bunga ishonmaydi, chunki u dugonasi o'sha ota-onasini yonida farishta ko'rsatadi o'zini. Ularda o'rtasida hech qachon pul rol o'ynamaydi. Agar kimdir adashib ularni chatini o'qib boradigan bo'lsa, ertasi kuni u ikkala qizni ham qamalib ketadi. Agar mabodo oila a'zolaridan ketib o'qib boradigan bo'lsa, u qizlarning ikkalasi uydan haydalib ketadi. Lekin bir-birlariga juda ham mehribon bo'lishadi, har doim bir-birlarining yonlarida turishadi va nima bo'lganda ham bir-birlarini himoya qilishadi. Hech qachon bir-birlarini tashlab ketishmaydi.